Assalomu alaykum hurmatli Eshitxon barakaviylar obunachilar. Bugun biz Eshitxon shahri Turum qishlog'i. Endi Turum ham pastda Eshitxonda deyarli jondan jigar joyiga aylanib qoldi. Ya'ni kim o'sha Turum bu yoqdan Ishqlar kent, Ko'tarma, Eshitxon kengaymoqda. Sababi Turum ham Eshitxonga deyarli uncha bir uzoq masofada joylashmagan. O'shaning uchun pastda Eshitxon shahrining o'zida joylashgan Turum qishlog'iga tashrif buyurdik. Sababi bu yerda umumiy maydoni 5 sotixdan iborat tayyor, dokument 100% toza, tayyor uchastkamizni video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz. Tayyor uy kerak, Shodor Baxtiyorovich. Shunday kirishimiz kerak, shunday yashashimiz kerak deydiganlar uchun, ayniqsa Turumdagi chetda musofirda yurgan yurtdoshlarimiz ko'rsa, menimcha olib qo'ysa kerak. Shodlik 7 tak. Birinchi berk ko'chasi ekan, bilmaganlar uchun ma'lumot. No, yana baribir olib kelib o'zimiz ham ko'rsatamiz. Men fasadni ko'rsatib o'ting. Bismillahirrohmanirrohim. Kiraverishimizda umumiy bir 3 talab avtomobil sig'adigan kengishgina hovli. Xohlasanglar mana agrot qismimiz ham bor, ekin-tekinga. Xo'p, birinchi uydan boshlasak, bu uyimizni imorati chala holatda turibdi, ya'ni kim bu yer отдельный mehmonxona sifatida foydalanilgan dedi. Bu yerda o'sha ta'mirlashni to'xtatganmiz, sababi o'sha sotiladigan vaziyat bo'lib qoldi, o'shaning uchun olgan odam o'zlari qilib oladi, deyapti. No, bu yer erkaklar uchun отдельный o'sha bu yoqda ayollarga aralashmasa, shu yerdan kelib kuzatib chiqarib yuboradigan отдельный mehmonxona qilamiz degan plan bor edi dedi. No, shu plan saqlanib qolgan. Bu uyimizga kirganimizda umumiy teraskadan o'ng tomonda bitta xona. Ya'ni kim shu 3 ga 4 kichikroq detskiy xona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Quyoshga qaragan. Chiroyli. Svetlarimiz bor. Hurmatli obunachilar, endi bu yerda gaz yo'q. Gaz endi ko'p turumliklar ham biladi-ku baribir bu narsani. Xo'p, bu yerimiz yana mana bitta katta oyna, hovliga qaragan katta oynaga ega mehmonxonamiz. Bu mehmonxonamiz ayollar uchun. Xo'p, mana bu yerda yana bitta xonamiz joylashgan. Bu ham 4 metrga necha bo'ladi? 3,5 ga 4 metr, ha? Buni ham bitta yotoqxona ko'rsanglar ham bo'ladi. Qanaqadir xona bisyor bizlarda. Hurmatli obunachilar, tayyor Wi-Fi kelgan. Tok uzluksiz ishlaydi. Butun rayonda o'chganda bu yerda ham o'chmasa, atak yermaga o'chmaydi avvalgidek. Hozir endi svet o'chmasa, uylarda isitish, gaz sistemalari ham muammo bo'lmay qoldi. Chunki gaz plitani ham toklilari chiqib ketdi. Uy isitishda ularda ham toklilari chiqib ketdi. Faqat pishir kuydirgan gaz baloq. Bu yerda bitta yotoqxona umumiy o'sha kattalar uchun. Svet. Ko'rib turganingizdek, bu yerda televizorlar, Wi-Fi simlari kelgan, mana hamma narsa. Svetlarimiz har xil joylar ekan. Ana oyna o'sha hovliga qaragan. Hamma eshik ramkalarimiz Akfa, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, o'sha hozir trendli rang malla sifatlisidan qo'yilgan oshxonamiz. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli, bejirimgina, o'zbekona. Ya'ni bu yerda o'tirib choy ichsangiz, bemalol tashqaridan kim kirib chiqayotganini yoki kim mehmon bo'lib kelayotganini bilsangiz bo'ladi. Bemalol. Oshxonamiz tayyor holatda turibdi. Kamchilik topolmaysiz, to'g'risini aytganda bitta kamchiligimiz o'sha aytib o'tganimizdek gaz. Endi bu yerlar ham gazlashib ketadi, xudo xolasa. Bu yerlar ham o'zi 2-3 ming dollar bo'lib ketdi hozir sotiga. Endi ertaga gaz kelgandan keyin 5 ming dollar bo'ladi, keyin ola olmaysiz. Hozir olib qolish kerak. Hammomimiz mana aristotlar qo'yilgan, faqat endi remont bo'lmagan hali dedi. Shu aytib o'tganimizdek sotilish jarayoni. Bu yerda hojatxona. Xo'p. Kanalizatsiyaniki alohida, mana bu yerda hammomniki alohida, nimaniki alohida, oshxonaniki alohida kolodeslar tashalgan. Bir-biriga qo'shilmaydi dedi. O'shaning uchun mana bu yerda shuni yoporib, navescha qilib, chorpaga joy qilib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Xo'p, ko'rib turganingizdek, umumiy 5 sotixdan iborat shinamgina, chiroyligina xonadonimizda video obzorini e'tiboringizga havola qildik. Endi narx-navomiz qanaqa deydiganlar uchun narx-navomiz hozir kecha kunduzda Turum o'sha qishlog'ida ham narx-navomiz deyarli o'sha joyiga qarab 2,5 ming, 3 ming dollar bo'lib ketdi. O'sha yo'l yoqalari 3,5-4 mingga ham chiqib ketdi. O'shaning uchun bu yerda endi bir katta narx qo'ymaymiz, Shodor ukajon.
bo'ladigan narxini qo'yaylik, чтобы ketsin deyapti. Eng to'g'ri tanlov bu. Bu yerda hozir umumiy bahosini xo'p 50 deyilyapti. O'tib beradigan joyi bor. Pastda nomerlarini qoldiramiz va qolaversa o'zimizda ham 24 soatlik aloqaga chiqadigan nomerimiz bor. Bemalol bexijolat telefon qilaveringlar. Agar bironta vakil olib kelsanglar, misol uchun olib kelamiz, uyni ko'rsatamiz, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, chiroyli qilib skidka narxida chiroyli bir baraka qilib kelishtirib olib berishga harakat qilamiz. No, agar o'zimiz gaplashamiz, o'zimiz ham savdo qila olamiz desanglar, marhamat, mahoratlaringizni bir sinab ko'ringlar. Kelasizlar, akamizni qo'lini ushlab, bir pachkani shunday stol ustiga qo'yib, chiroyli bir savdo qilsanglar, aka aytayapti, Shodir Baxtiyorov ukajon, siz nomingizdan kimdir kelsa agar, mayli, chiroyli bir narxda berib yuboraman, чтобы mana shu uyda bir o'zim uchun qurgandim. Ba'zi bir sabablarga o'xshab sotiladigan bo'lib qoldi. Kimdir olsa ham mazza qilib, yoyilib, yayrab, chiroyli bir xonadonda yashasin deyapti. O'shaning uchun srochna aloqaga chiqishga